Mana bahor ham kirib keldi. Maysalar o'sdi. Am sikkani toqqa chiqqan edim, meni am patrol xodimlari to'sdi. Bilak, pizda shedevr qo'y. Assalomu alaykum, am patrol sizning xizmatingizda. Yuqorida aytganimdek, hali bahor keladi, o'tlar o'sadi. Tog' va dalalariga am sikkani bollar chiqadi. Ketdik am patrol, svejisi issiqqina gumbachaday chiqqan. Pagnali. Ha, endi foydachi, tanib o'tiribsiz. Yo'q aka, foydachi. Tish mana tish. Mana tish. Oy bilak, mana tush. Qanday bu odamlar qo'yit qilaman. Minglab gektar yerlarning ichida bitta neksa ichida faxsh bo'ladiganini topa bilish bu juda ham kuchli qobiliyat. Singilchalik turskichan yechib qo'ygan bilet yolg'ondan ko'ylakchani o'g'latdi. Zaryajini bo'lib turibdi o'ziga ro'cha. Hozir tushiradi. Mana tish. Ey, sen jalab ayolmaysanmi? Mana. Uni sikay bilan yevron qoziqchan chiqar ekanda chiqarib oldik-ku bilan. Mana sen jalab yelmaysanmi? Klassический такой, блядь, дешевый шмарачаны stilchasi, bijuteriyacha, lakcha kuchgan такой isqatgina. Ya mayli da shu o'sha isqirchi ham sikishishga haqqi bor-ku, nahotki, блядь. Dunyo shunchalik adolatsiz bo'lsa. Bu akam atvicha aytaman-ku, bu xuddi biladaligi yemron qoziqcha ushlab olarga, mana kay deb. Biz kelasa bu Surxondaryoda bo'lyapti. Nexia bir legenda. Dalshoz ko'ramiz. Asli. Bitinat, mana o'ralma bitinislar. Aytmang qani. Ko'ryapsizlar, srazaligi ko'ylakchani yopyapti, tipa nomahrammi ko'zi tushmasin deb. Просто turskcha yechilib bo'lgan, shuning uchun singilcha xavotir olyapti. Ural so'zi o'zi bir vajohatli, bilasizlarmi? Ural aka desa, bilingki hozir nimadir bir yomon ish bo'ladi bor-ku. Tak, Ural aka ushlab oldi. Meni qo'rqitdi-da, Qo'rqitmayman. Iltimos, erim buni qo'rqitdi-da. Yerdan ayrilasan endi, sazlanma. Men qo'rqitdi, Ural aka, iltimos, men qo'rqitdi. Bundan oldin eslaringda bo'lsa ombankcha haqida video qilgandik. O'tirgani chiqdi, sikib qo'ydi dedi. Bu singilcha ham o'tdi, yulatibdi. Erim qo'rqitdi. Bilyapti. Balki biz bilmaydigandir biz qizlarni aldab emas qo'rqitib sikish kerakdir. Yu desiz, aka keling siking deb o'zi. Bilyapti. Это mantiq, bu bilyapti. Voh ulam. Erim qo'rqitdi, shuning uchun siktirib qo'ydim. Qizlar, xohlaysizlarmi sizlarni qo'rqitaman deb? O'tilib yotdi o'rga. Mayli, enangni chaqirdi-da. Marhamat, ena studiyaga. Men borganim yo'q. Yo, men qachon senga bordim? Kecha kechqurun bordim. Kecha kechqurun. Biz urushga qarshimiz. Tak, men senga qachon bordim dedi. Ikkita xolacham, hattoki xolachalar o'zi telefonda pismiqchadagi bilan zindachalar bilan. Qo'ying, bilan xolachalar qaranglar, zapal ketdi. Keyi bor. Otang dapki bezimi tozolmasin. Keyi bor. Urlag'ini Kiyib ol deyapti, turskchani kiyib ol deyapti. Keyingisi jamoa oldida. Bu onayning bir orqa fondagi xolachalar qarang. Zigali bozorvoychalar ham olmagan qo'liga bilan. Bepoyon dala. Yana qayerda sikish mumkin bilan. Yalaga faxshga qarshi yalaga bratlar garochi kurashyapti. Xuddi hayotida o'zi bir faxsh ish qilmaganday, hali bechara ushlab olgan. Bu ham yemron qoziqchaday turibdi bilan. Kurtkachani ham hali indizlarnikidan kiyyapti, jigarchasidan. Bu mana boboyga qo'ta ovora bilan. Aslida maniaklar mana o sikishganlar emas, mana uni oldida yurganlar. Qarang, boboy bu o'zi bilan o'limga 8 qadam qolgan. Chapanchan kiyim, reis bochalarda qo'ldan orqaga qilib, oyoqcha bilan kiyimlarni hali yechib, ochib, qiz bolani turskchasini qidiryapti.
Bu yerdan haligi baxtini qidirgan yo'q bu amakicha. Ili qandaydir pul qidirgan yo'q. Shu qiz bolani turskchasini bir ko'rsam deyapti-da. Bu manyak, mana u boboycha bo'ladi o'zi aslida. Var kiyimi. Amına sıkaş Bu kiyimni alda tip naryoqqa. alda tip. Bir senikimi? Mana kiyim senikimi? Mekanchi tutup. Ko'zlaringga qo'tag'im biladi. Bryuk senigimi yozgi kunida 2 qavat shim kiymasa kerak axi biladi. Singilcha mana o'sha ishtonchasini kiyyapti, lozimchasini. Oyog'i qaraylar, irinkacha pizda. Siga bilay. O'ylamanda shole irinka kiyadigan qizlar ko'rsam. Bu irinkani hali klassik bir haromisi ham bor. Ustida bunday sun'iy haligi mixcha bo'ladi. Yana Louis Vuitton ham bo'ladi. Iltimos qizlar bilay, naqmashaga kiymanglar. Çiyeç. Mantig'i bir qidirib topaylik-da. Qaysi faxshi ko'rmaylik, kiyim olsa yech deydi. Ha, onangni sikib, mayli sikibdi. Endi yalang'och qilib nima qilasan uni? Sikishib bo'ldi mana. O'zi sikishgani uchun ularni haligi ushlab jazolayapsizlar. Endi yana yechinib turganda, yechinib. Figurasi ham mankida bir chiroyli bir bola bo'lsa mayli edi, bir tappicha, oramijan tursa qaranglar. Zindacha bilaydi. Ko'ramiz. Bolani yechintiryapti. Al. Yaxshi gapirgan ko'nmayapti deyman. Testingga deb chicha. Ay, arma. Onangni sika haromicha. Har bir mahallada mana pismi haromicha bor. To'satdan kelib tiqda urmoqchi bo'ladi. O'zi keyin urishni ham bilmaydi uncha biladi. Pismiq udar bo'ldi. Buni haligi udari nomi Abror Muxtor Ali deydi. Gaplashtiradigan tiqda uradi-ku. Abror haromini udari. Ko'ramiz dalchi. Bulg'ara. Orqada qaysidir haromning muzika ham qo'ydi. Distan. Qo'lga tushdi bu pidarazlar. Biladi. Jalka. Hamma joyi to'yda ham bizdan. Majburlab nima qildi? To'yda ham bizning onangiz kelib dalada to'y qiladi dedi. Nima qiladi dedi bular? Yoki qizcha kimgadir unashtirilgan bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Azamat? To'yda chiqib ketgan qiz. Ya onasizga to'yga bunday bormasa kerak o'zi zindacha. Irinkacha bilan. Mayli ko'ramiz. Nima qilding? Ayla. Nima qildim? Zo'rlandiring. Bu mana jalabchi ham sразу vrachga gruzit qo'rdi-ku bu bilan. Zo'rladi devordi. Yep, onangni sikim. Qizlarga ishonch qolmadi. Bir yaxshi sikishotsang, ertasi kun ustingda ariza yozib o'tiradi. Meni gastinitsada jinsiy tajovuz qilib yana nima deyardi, onangizgacha ustimda yozmagan bilay. Zo'ravonlik, jinsiy kuch ishlatdim onangni sizga nimadir deydi-da. Brachka gruzit qo'yardi, vijilga elib qo'ydi. Tak dalje. Irma, qo'chinami? Tegma bor, urmayman. Men nima qildim deyapti. Nima qilganingni aytaymi? 3 gacha sanayman. O'zi 3 gacha sanash kinolardan chiqqan. Odamlarning kinosi bo'lardi. Shitaya трёх. Раз. Это я её убью. Заложников bo'ladi-ku. 3 gacha sanayman, bo'lmasa o'ldiraman deydi. 3 gacha sanayman deyapti. Ha, urarmikan onlaynimga, ha? Zindachani ko'raylik. Nima bo'yna aka? Ma o'ynab turibman aka. Ko'rdingmi? O'ynab turibman-ku men. Ha, bo'yniga olib turibman. Inkor ham qilasanmi? Haromi qurvaqada ustida sikib o'tganingda ushlab oldi. Qurvaqachalar bilan. Meni qanday bo'yniga olmaysan biladi. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi, ko'r. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi. Ah, keyin. Shavon bo'ldi. Ha, dinasi. Singlisi. Nada xolacha haligi, juguchadek qarg'ab yotdi. O'lib ketdi. Ladna, bular ish bo'ldi. Endi, skoriy show meni taxminim bo'yicha O'zbekiston Respublikasining
jinoiy kodeks bo'yicha mana bu buvachani sikadi. Videoga olganni sikadi. Videoga tarqatganni sikadi. Tak что davomi mudhish bo'ladi. Agar ushbu videoni o'sha sikishgan haligi yosh ifloslar ko'radigan bo'lsa, kallalaringni ishlatinglar ifloslar, o'zlaringni jabrdiyda qilib ustida ariza yozinglar. Kutlariga sikib yuborasizlar, keyin bu qotaga xo'rozchada yuraverasizlar. Tak что sizlarga baxt, saodat va uzoq umr va boshqa qishloqqa ko'chib ketishlarini tilayman. Bo'lmasa amlaring chiqib ketadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Hech qachon dala adirlarda bunday noqonuniy sikishmanglar. Xayr. Yonimda qoldim